Assalomu alaykum. Bugun sizlarga magizli pirog tayyorlab o'rgataman. Uning uchun bizga kerak bo'ladigan mahsulotlar: 2 piyala magiz yaxshilab yuvib, 20 daqiqa ivitib olganmiz magizni, 2 piyala qatuv, 1 piyala shakar, 2 ta tuxum, 4 osh qoshiq mayonez, 3 choy qoshiq choy sodasi, 1 choy qoshiq uksus solamiz, 3 piyala un solamiz. Endi mahsulotlarimizni to'g'rachamizga solamiz. Tuxumimizni solamiz. Mayonezimizni solamiz. Biroz sovoldik. Endi bitta aralashtirib olamiz. Blender qilishga tayyorlab. Endi blender qilib olamiz. Mana yaxshilab blenderlab oldik. Endi choy sodamizga uksusni yaxshilab o'ldirib solamiz. 3 choy qoshiq chayni sodamizga 1 choy qoshiq uksus solib o'ldirib olamiz. O'ldirib oldik. Endi massamizga solamiz. Mana endi bu bijg'ishni boshlaydi. Endi yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana shu holatga keladi. Endi bunga shakarimizni solamiz. Aralashtiramiz shakarimiz bilan. Yaxshilab aralashtirib tashlaymiz. Aralashtirib oldik. Endi oz-ozdan unimizni elab solib aralashtirib olamiz. Mana massamizni yaxshilab hamma unimizni solib aralashtirib oldik. Shu ko'rinishda bo'ladi. Endi buni pergament solingan yoki folga solingan listimizga solib olamiz. Endi quyib olamiz. Mana endi tekislar bir xilda yoyib olamiz. Tekis qilib yoyib oldik. Endi 1-2 urib olamiz. Endi qizib turgan duxovka pechimizga 180 gradusga 30-35 daqiqaga jo'natamiz. Endi pirogimiz pishgunicha zavarnoy kremini tayyorlab olamiz. Uning uchun bizga kerak bo'ladigan mahsulotlar: 1 piyolada sut, 2 osh qoshiq un, 1 piyola shakar kerak bo'ladi. Margarinimiz yayla margarini. Endi idishimizga solib olamiz. Gazga qo'ysa bo'ladigan idishimizga masalliqlarimizni solib chiqamiz. Birinchi sutni solib olamiz. Shakarimizni solamiz. Unimizni solib olamiz. Endi vinchak yordamida yaxshilab aralashtirib olamiz. Yaxshilab aralashtirib oldik bir xil massa bo'lgunicha. Endi buni gazga qo'yamiz. Mana kremimizni o'rta olovga gazga qo'yib oldik. Endi qaynab chiqqunicha tinimsiz aralashtirib turamiz. Chunki uni bo'lgani uchun tega olish ehtimoli katta. O'shaning uchun to'xtovsiz aralashtirib turamiz. Shu o'rinda sizlarga aytib o'tib ketaman. Agar sutinglar bo'lmasa, 1 piyala suvga qilsanglar ham juda ham mazali bo'lib chiqadi kreminglar. Menda sutim bo'lgani uchun sut solib qo'yaman. Mana kremimiz biqir-biqir qilib qaynab chiqdi. Endi 2 daqiqa aralashtirib, qaynatib, tegini o'chirib, sovitishga olib qo'yamiz. Mana kremimiz tayyor bo'ldi. Xuddi shu holatda bo'ladi. Endi buni sovitamiz. Mana pirogimiz chiroyli bo'lib qizarib pishdi. Pishganini cho'p yordamida tekshirib oldik. Endi sovitib olamiz. Kremimizni tayyorlab olamiz. Kremimizga 250 gram yayla margarinimizni mikser qozonimizga solib olamiz. Kremimiz xona haroratida yumshagan bo'lishi kerak. Mikserimizni yoqib, margarinimizni yaxshilab yumshoq bo'lguncha mikser qilib olamiz. Mana yaxshilab ko'pirtirib oldik yaylamizni. Endi tayyorlagan kremimiz bilan 1 osh qoshiqdan solib ko'pirtirishda davom etamiz. O'sha tayyorlab olgan kremimizni sovitib olganmiz. Endi 1 osh qoshiqdan yaylamizni ustiga solib ko'pirtirishda davom etamiz. Ko'pirtirish davomida yarim choy qoshiq vanilin sovuramiz. Kremimizga yana ham mazali bo'lishi uchun 2 osh qoshiq quyultirilgan sut solib olamiz. Ko'pirtirishda davom etamiz. Mana kremimiz tayyor bo'ldi. Xuddi shu holatda bo'ladi. Mana pirogimizni qolpimizdan bo'shatib oldik. Endi o'rtasidan teng 2 ga bo'lib olamiz. Mana 2 qismga bo'lib oldik. Bu tegi qismi, bu yoqda ust qismi. Endi chiroyli qilib kremlab olamiz. Mana endi ko'rjlarimiz sovib oldi. Orasiga yaxshilab kremimizni surib olamiz. Mana chiroyli qilib krem surib oldik. Endi biskvitimizni keyingisini ustiga qo'yib olamiz. Mana ko'rjimizni ikkinchi qavatini yopib oldik. Endi ustini chiroyli qilib kremlab olamiz. Mana ko'rjlarimizni kremlab oldik. Endi ustiga plitka shokoladimizni qirib olamiz. Mana shunaqa shokolad
Bez nachinka shkolatini qirib olamiz. Mana shkolatimizni qirib olamiz. Shkolatlarimizni qirib oldik. Endi ozgina kokos qirindisini ham sepib chiqamiz. Xohlasanglar shkolat bo'lmasa, kokos qirindisini o'zini sepib qo'ysanglar ham juda ham chiroyli chiqadi. Mana oddiy va juda ham oson bo'lgan pirogimiz tayyor bo'ldi. Bu pirogimiz menga bolaligimni eslatadi. Bolaligimda onamlar juda ham ko'p tayyorlab berardilar. Sizlar ham albatta tayyorlab, yaqinlaringlarni duosini olinglar. Ketgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Videoyim manfaatli bo'lgan bo'lsa, yurakchani qizartirib qo'yinglar.